yaxshimisiz? Sog'misiz, yaxshimisiz? Duolaringiz bilan mana xalq xizmatida yuribmiz. 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Marg'ilon shahar hokimi Shukurulloxon Nisbatxonov o'zi ta'lim olgan Yozyovon tumani Xonobod qishlog'ida joylashgan 15-umumiy o'rta ta'lim maktabida ilk bora qo'liga qalam tutqazib ta'lim bergan ustoz Muazzamxon Dehqonovaning xonadoniga tashrif buyurib ustozni bayram bilan samimiy muborakbod etdi. Sinfda 77-yil 1-sentyabr kuni qabul qilib olib o'qib keldi. Ustoz va shogird maktab davrlarining shirin xotiralariga to'lgan dildan suhbatdan so'ng tumandagi 15-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar bilan samimiy muloqot olib bordilar. Suhbat chog'ida shahar hokimi ushbu maktabda o'tgan o'quvchilik davrlari, qadrdon sinf xonalari, ta'lim bergan jondan aziz ustozlarini xotirlar ekan, bugungi kunda erishgan barcha muvaffaqiyatlari uchun chuqur ta'lim va tarbiya bergan ustozlari oldida doimo ta'zimda ekanligini ta'kidladi. Tashrif chog'ida maktabda tashkil etilgan minnatdorchilik kitobiga o'z izhorlari, minnatdorchiliklarini muhrladi hamda faxriy ustozlari bilan birga maktab hovlisiga manzarali daraxt ko'chatlarini ekdi. Darhaqiqat, kelajagimiz poydevorini qurishda o'z mehnati va bilimlarini ayamagan jondan aziz ustozlarimizga har qancha ta'zim qilsak oz. Aziz ustoz va murabbiylar, 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni kasb bayramingiz muborak bo'lsin deymiz.